ta monitor eniga 3 razmerda o'rnatib berganmiz. Bu yer xudo xolasa yangi magazin bo'lar ekan. Ishlarimiz bitti mana shu yerdan ko'rinish holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Chiroyli o'ngun profilga qo'yib o'rnatib berilgan. Bu 4 metr bo'lishiga qaramasdan biz bularga svet yo'qligida shuni holatni ham qilib berganmiz. Endi shunaqangi sifatli avtomatga darvozalar kerak bo'lsa, uyingizga, ishxonangizga, ishlab chiqarish korxonaga hamda magazinlarga, ofislarga kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Batafsil ma'lumot telefonda berib o'tamiz. Bizdan uzoqlashmang, yana yangi videolar chiqishini kutib qolamiz.